Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: ey ayollar jamoasi, sadaqa bering hamda doimo tavba-i istig'for qiling. Zero jahannam ahli ko'pchiligini ayollar tashkil etadi. Ayollardan biri so'radi: ey Rasululloh, nima sababdan jahannam ahlini ko'pchiligi ayollardir? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: ko'p la'nat aytasiz hamda eringizga kufroniy ne'mat qilasiz, ya'ni eringiz keltirgan ne'matlarga shukr qilmaysiz. Bir banda gunoh qilib, so'ng Allohim gunohimni af et deb duo qiladi. Alloh taolo bandam ortida gunohini af etuvchisi yoki jazolovchi borligini bilarkan deydi. Bu holat bir necha marta takrorlangach, Robbimiz yana bandamdan gunohini af etuvchi yoki jazo beruvchisi borligini bilar ekan, men uni af etdim deb marhamat qiladi. Imom Buxoriy, Muslim, Ibn Moja rivoyatlari.